Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimgan. Ko'pchilikni talab istaklariga binoan yozgi aksiyamizni davom ettirishga qaror qildik. Videoni oxirigacha ko'ring hamda like bosishni unutmang. Videoni oxirida aksiyamizni narxlari bilan yana biror eslatib o'taman. Qachongacha davom etishini bilib olasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, bugungi obzorimizni ham boshlab oldik. Yozgi qaynoq aksiyamiz doirasida sizlarga yangi informatsiyalarni berib ketmoqchiman. Iyul oyida Xudoga shukr aksiyamizdan ko'pchilik unumli foydalanib, rosa ko'p traktor xarid qilishdi. Shuning ichida ulgurmay qolganlar qolib ketdi. O'shanga bizga telefonlar qilib, iltimos qilib so'rashdi ko'p mijozlarimiz. Aksiyani ozgina cho'zing. Qaynoq yoz aksiyasi bo'lgani uchun hech bo'lmasa shu yozni oxirigacha davom etsin. Biz ham hosillarimizni sotib, aksiyalardan foydalanib qolaylik deb iltimos qilganiga shu qaynoq yoz aksiyamizni 31-avgustgacha uzaytirishga qaror qildik. O'shaning uchun traktorlarimizning o'zini narxini hamda aksiyadagi narxini hozir sizlarga birma-bir eslatib o'tmoqchiman. Asosan 30, 40, 50 hamda 76 kuchli traktorlarimizga amal qiladi. Bu 36 kuchli GD tashqi bartovoy traktorimizni esingizda bo'lsa $8500 edi. Aksiyadagi narxi $8000. GD 404 tashqi bartovoy traktorimizni $9700 edi o'zini narxi. Hozir aksiyadagi narxi 9400 qilib qo'yganmiz. GD 504 modelimiz tashqi bartovoy hisoblanadi. Bu $10700 edi narxi. Aksiya narxi $10200 ga yozning oxirigacha xarid qilishingiz mumkin. Aksiyadagi oxirgi traktorimiz. Bu traktorimizdan o'zi ikkita dona qolgan. O'shaning uchun shoshilib qolishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Bu traktorimiz GD 704 kabinali traktor. Traktorimiz barcha sharoitlarga ega. Konditsioner, revers, hamma narsa bor. Bu traktorimizning narxi $16500 edi. Aksiya narxi $15800. Mana hurmatli obunachilar, sizlar bilan yaxshi yangilikni ham bo'lishga ulgurdik. Aksiyamiz 31-avgustgacha davom etadi. Traktorlarimizning soni cheklangan deganimni sababi GD 704 kabinali traktorimiz atiga ikkita dona qolgan. O'shaning uchun GD 704 mi, boshqa traktormi, traktorlarimizning soni cheklangani hisobini inobatga olib, shoshilishinglarni maslahat beramiz. Kim ulgurmagan bo'lsa, hosilini tezda sotib, traktor olishga ulgurib qolishinglar hamda aksiyamizdan foydalanib qolishinglar mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimgan, Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolat.